Bolalik inson umrining poydevori, kelajakning boshlang'ich nuqtasidir. Bugun maktabgacha ta'lim tizimida nafaqat bilim berish, balki bolada mustaqil hayot ko'nikmalarini shakllantirish bosh mezonga aylangan. Uychi tumandagi 3-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazilgan tuman seminari aynan shu maqsadga, Yaponiya tajribasini ta'lim jarayoniga tatbiq etishga bag'ishlandi. Tadbirda tumandagi barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlari, tajribali tarbiyachilar ishtirok etishdi. Seminar ishtirokchilari muassasada yaratilayotgan muhit va bevosita mashg'ulotlar jarayoni bilan tanishdilar. E'tiborlisi, mazkur bog'chaning 12 nafar mahoratli pedagogi ayni paytda 5 ta guruhda kunchiqar mamlakat ta'lim modeli asosida ish olib bormoqda. Mashg'ulotlar davomida qo'llanilayotgan rang-barang konstruksiya bloklari va interaktiv topshiriqlar bolajonlarning diqqatini tez sozlashga xizmat qilmoqda. Ammo Yaponiya tajribasining eng muhim jihati faqat o'yin emas. Bu yerda bolalarga vaqtni samarali boshqarish, jamoada bir-birini qo'llab-quvvatlash va eng muhimi, mehnatga mehr uyg'otish o'rgatiladi. Har bir bola o'z faoliyatiga mas'uliyat bilan yondashishni anglab boradi. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, bunday yondashuvlar natijasida bolalarda ijtimoiy faollik va intellektual salohiyat tez sur'atlarda yuksalmoqda. Namangan viloyati Uychi tumani 3-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida hozirgi kunda 137 nafar tarbiyalanuvchi ta'lim-tarbiya olayotgan bo'lib, 5 ta guruhda shart-sharoitlar hozirgi kunda yetarlicha yaratib berilgan. Hozirgi kunda 3-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida Yaponiya ta'limi texnologiyasi asosida 5 ta guruhimizda bir qator ishlar amalga oshirilayotgan bo'lib, bolalarni bunda mehnatsevarlik, atrof muhitni sevish, vatanga muhabbat, tozalik, osoyishtalik, tabiatni muhofaza qilish kabi ta'limlarni o'yinlar orqali ularga singdirilib borilmoqda. Seminar yakunida soha mutaxassislari tizimning metodik asoslari va amaliy natijalari bo'yicha atroflicha fikr almashdilar. Ta'kidlanganidek, bu kabi innovatsion loyihalar bolani nafaqat maktabga, balki katta hayotga tayyorlashda ham muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi.